Mahalla insonni jamiyat bilan uyg'un holda yashashga o'rgatib, xalq va davlat o'rtasida ishonchli ko'prik vazifasini bajaradi. Bugun yurtimizda istiqomat qiluvchi insonlar o'z hayotini, quvonch va tashvishini mahalladan ayro holda tasavvur eta olmaydi. Mahalla tinch bo'lsa, yurtimiz tinch, mahalla obod bo'lsa, butun mamlakatimiz obod va farovon bo'ladi. Ha, davlatimiz rahbar ta'kidlaganlaridek, mahalla obodligi yurt farovonligiga asos bo'ladi. Bugun mahalla tizimida bo'layotgan o'zgarishlar har bir aholi hayotini tubdan yaxshilashga xizmat qilyapti. Yettilik nafaqat muammolarni o'rganishi, balki mahallani yuksaltirishga xizmat qiladigan tuzilma bo'ldi. Boshqacha aytganda, mahalla muammolarini yechuvchi idoradan yuksalish makoniga aylandi. Mavzuni Chiroqchi tumanidagi Ko'ktosh mahallasi misolida davom ettirsak, 5853 nafar aholi istiqomat qiladi. Albatta, har bir hudud imkoniyati hamda aholining intilish va harakatidan kelib chiqib driver nuqtasiga ega bo'ladi. Ko'ktosh mahallasidagilar esa asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Bu yerda qay bir xonadonga razm solmang, albatta tomorqasidan unumli foydalanib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ekilganligiga guvoh bo'lasiz. Nizomiddin aka, mana siz o'qituvchisiz. Bundan tashqari tomorqangizda mana bunday issiqxona tashkil qilgansiz. Xo'sh, bu yerda qanaqa navli bodring ekilgan? Bu yerda Fortuna degan novimiz bor. Qo'shimcha daromad. O'zim o'qituvchi ishlayman. Maktabda endi bu qiziqish ham ro'zg'ariga daromad, qiziqib mehnat qilyapmiz. Xo'sh, boshlanishda qancha joyda va nima ekdingiz? Birinchi boshida qiziqib dalaga ekib ko'rdik. Unda yomg'ir gatdak itachiroq ekkanimizga ham nobud qilib ketdi. Issiqxona qilib, issiqxonada yetishtiryapmiz. Pomidor ham ekamiz. Bodring hanna ko'proq hosil bo'ladi. Xonadoningizga kiraverishda g'ozlarga ham ko'zim tushdi-da. G'oz endi hobbi, hanna qiziqish. G'ozni ham endi boshida qiziqishga sabab bo'lgani tuxumini yesa bolani immunitini ko'tarib, umuman kasallik bo'lmaydi degani uchun o'shanga ham qiziqib olib kelganmiz. Daromad bo'lib turibdi. Hadeb bozorga chopmaymiz, o'zimizdan chiqqanini yetishtiryapmiz. Mana shu narsalar o'zingizni tomorqangizda yetishtirilgani insonga bir o'zgacha kayfiyat ham beradi-da. Tomorqani o'zi yeyish qanday-yu, endi bozordan borib olib kelib yegan boshqacha-da. Deylik, mana shu bir tup bodring ko'chatidan qanchagacha hosil olish mumkin? Bitta to'pda o'zidan bir 10 kilogacha ham hosil beradi, 10 kilo, 10 kilodan ham ziyod. Prezidentimiz hamma imkoniyatlarni yaratib beryapti. Kim harakat qilsa, hammasiga erishyapti. Men ham kam bo'lmayapman, hamma mehnat qilyapmiz, hammasiga erishyapmiz. Men bolalarim o'qiyapti. Hammasi shu mehnatning orqasidan. Jovli Halilov tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. U tomorqasida 12 sotix yerga bodring ekib daromad oladi. Bundan tashqari 100 bosh chorva mollari bo'lib, bu ham oila byudjetiga foyda keltiruvchi tarmoq hisoblanadi. Bizlar ham mana shu 2022-21 yillari mana shu tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz deb kuch g'ayrat qilib oilamiz bilan harakat qildik. Mana 12 sotik issiqxona qildik. Issiqxonamizda mana hozir fevral oyi bodring ekdik. Bozorga chiqaryapmiz, Xudoga shukr. Bozorlarimiz yaxshi. Buni izdan endi nasib bo'lsa qishki pomidor ekamiz. Chorva qildik. Parnikda issiqxona orqasidan 100 ta qo'y oldik. Xudoga shukr, mana bolalarimiz bilan, oilamiz bilan shu mehnat qilsangiz rohatini ko'rasiz. Xususiy bog'chamiz bor. O'g'illarim, kelinlarim hammasimiz shu tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Undan tashqari mahallamizdagi ishsizlarni ham mana shu yerga bandligini ta'minlayapmiz. Albatta, chorvachilik qishloq xo'jaligining ajalmas qismi bo'lib, bugungi kunda ko'plab oilalarning daromad manbaidir. Bugun chorvachilikda ilmiy yondashuv muhim o'rin tutadi. Naslni yaxshilash, veterinariya xizmatlaridan foydalanish, kerakli ozuqalarni berib, yaxshi natijaga erishish mumkin. Said Bobochayev ham chorvachilik orqali yaxshi daromad olyapti. Uning xonadonida 200 bosh chorvasi bo'lib, ichki bozorga go'sht mahsulotini yetkazib beryapti. Bu hali hammasi emas. Mahalla kartoshkachilik bo'yicha ham yaxshi tajriba maktabiga ega. Albatta, ichki bozorda doimiy talab yuqori bo'lgan bu mahsulotni yetishtirish uchun o'ziga yarasha mehnat, sabr hamda qunt talab qilinadi. Dehqonchilikni hadisini olgan ko'ktoshliklar ayni damda 5 gektar maydonga mahalliy navli kartoshka ekishgan. Shavkat aka, necha yildan buyon kartoshka ekish bilan shug'ullanasiz? Kartoshka ekish bilan 4 yildan beri shug'ullanamiz. Yaxshi, endi bir yo'liga tushib oldik. Ishlovlarni hammasini vaqtida qilib qarayapmiz, bo'ladi. Har bir ishning ham o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi. Kartoshka ekishda ko'proq nimalarga ahamiyat berish kerak? Urug'ga e'tibor berish kerak. Biz o'zimizda mahalliy urug'larni yaxshilarini ko'rib, bilib, ko'rib olib kelib egamiz. Natijalar hammasi yaxshi. Boshida bir 20 sotik bilan boshlaganimda. Sir bo'lmasa, bir mavsumda qanchagacha daromad ko'rasiz?
80 milliondan oshadi-da daromad. Bir sotixdan qanchagacha hosil olish mumkin? Bir sotix yerdan shu 200 kilo, 200 kilodan oshiq kartoshka olish mumkin. Tomorqangizda kartoshkadan boshqa mahsulotlar ham ekilganmi? Ha, tomorqamizga ekamiz. Hamma shu ro'zg'orga bo'ladigan narsa hammasi ekiladi. Demak, ro'zg'ordagi asosiy daromad mana shu tomorqani ortidan. Shunday, har yil yomon emas. Vaqtida ishlaymiz, vaqtida qaraymiz, natijalar yaxshi. Men shukr qilaman, mana shu mehnatimizdan umuman kam bo'lganimiz yo'q, hammasi yaxshi. Bunyodbek, bu yerda asosan qanaqa navli kartoshkalar ekilgan? Bu yerda Rossiya Federatsiyasidan keltirilgan Navella nomli kartoshkamiz ekilgan. Bu kartoshkamizning ustunlik tarafi nimada? Bu kartoshkamiz serhosilligi bilan va dehqonlarga yer tanlamas kartoshka. Qayerga eksak ham o'sha joydan yaxshi hosil, yaxshi mahsulot chiqadi. Keyin suvni ko'p talab qilmaydi. Bu hozirgi kunda o'zimizda dolzarb muammolarimizdan biri suv bo'ladigan bo'lsa, suvni ko'p talab qilmaydi bu nav. Kartoshkaning hajmi ham o'zimiz ichki bozorlarimizda kartoshkada yirik, katta chiroyli kartoshka bo'lib kelib chiqadi. Ertaga xaridorlarga yetkazib berganda ham xaridorlar yaxshi narxda sotib olishga qurbi yetadi. Qancha vaqtga hosilga kiradi? Bu kartoshkamizning navi 90 kunda hosilga kiradi. O'sha 90 kunda kartoshkamizni yig'ib, o'rib, yig'ishtirib olsak bo'ladi. Va undan keyin bo'shagan yer maydoniga takroriy ekindan foydalanishga yoshlarimiz tayyor va shijoat bilan tayyor turishibdi. Takroriy ekin sifatida qanaqa mahsulotlarni ekishni tavsiya qilyapsizlar? Takroriy ekin sifatida bizda ko'proq 90 bosli ekinlar ekiladi. Bundan sarimsoq piyoz, shunga o'xshagan ekinlar va bu kartoshka yig'ib olingandan keyin mosh, lavya, shunga o'xshagan dukkakli o'simliklar ham ekib, yig'ishtirib hosil olinadi. Bir yilda hozir o'rtacha hisobda mana shu yoshlarga ajratilgan yerlarimizdan 3 martagacha hosil olyapti hozirgi kunda yoshlarimiz va o'zini daromadini oshirdi, mahallada o'zini tadbirkorligini rivojlantirib, hozirgi kunda mahallani oldi tadbirkorlarga aylanib bormoqda yoshlarimiz. Xo'sh, sinov tariqasida yana qanaqa mahsulotlarni ekib bir daromad olishni maqsad qilyapsizlar? Hozir bizda cherry pomidor navi keldi. Cherry pomidor navini men hozir dehqonlarimizga, yoshlarimizga tavsiya beryapman. Juda nav hosildor, serhosil, bitta pomidordan 40 kilagacha hosil olsa bo'ladigan. Afzallik taraflari dunyo bozori talabiga javob bera oladigan pomidor, chunki konservalarga ishlatiladigan eng ma'qul pomidor urug'i hisoblanyapti. Cherry pomidori. Hozirgi kunda bunday pomidor ekaman degan joyim 4 gektar joyga tayyorlab dehqonlarimiz, yoshlarimiz tayyor holatda keltirib turibdi. Pomidorni o'zi hozirdan o'zi itab-metab ekish boshlanyapti. O'shani hozir ekishda boshlash jarayonida. Biz mahalla tomonidan agrotexnikalarga ularga ko'mak berib boryapmiz. Tushunmagan joylarga tushuncha berib, oldindan dehqonchilik bilan shug'ullanib kelayotgan yosh katta nuroniylarimizni yoshlarimizga biriktirib, yoshlarimizga ustozlik qilib, qay tartibda ekiladi, qanaqa sug'orish, har bir yo'nalishlarni tushuncha berib, biz mahallamiz tomonidan shu ishlar olib borilmoqda. Dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. 30 sutiga 95 ekamiz, 30 sutiga kartoshka ekamiz. Oilaviy chiqib mehnat qilib dehqonchilik qilamiz. Buni ham o'ziga yarasha tashishi bor, mehnati bor. Maqsadimiz ishchilardan foydalanamiz. Mehnat qilib qarasa hosil beradi. Kerakli o'g'itlarni beradi. Har hafta o'g'itlar berib turadi. Suv qo'yadi. 95 o'zidan 10 tonna hosil olamiz. Yoshlarga ham shu aytaman, mehnat qilinglar. Mehnat qilsanglar kam bo'lmaysizlar. Hamma narsa mehnatda. Shuningdek, yoshlarni bandligini ta'minlash va ularni qiziqishini qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga 2 gektar yer maydoni ajratib berilgan. Ayni paytda tashabbuskor yoshlar ushbu yer maydoniga qovun ekishgan. Yoshlarimizga berilgan dehqon xo'jaligi yerlarida hozir bir kontur bir mahsulot tamoyil asosida 4 nafar yoshlarimizga berilgan yerda hozir turibmiz. Bu erta bahorda plyonka asosida qovun yetishtirish bilan shug'ullanyapti bu yoshlarimiz. Har bir yoshlarimizga 30 sotixdan berilgan auksion orqali, auksiondan yutib olgan yoshlarimiz hozir hammalariga kelishgan holatda bitta mahsulot ekdi. 234 nafar yoshlarimizga imtiyozli kreditlar ajratilgan. Bunda haqiqatan ham samara beradigan, hosil beradigan urug'lar ekilgan. Qovun yil boshida ekilgan. Hozir may oylarida qovunimiz hosilga tayyor bo'ladi. Mahallada yuqoridagi yo'nalishlardan tashqari tadbirkorlik ham rivoj topib boryapti. Masalan, Sobir Xolmirzayev uzoq yillardan buyon temirchilik bilan shug'ullanadi. Dastlab ota kasbi sifatida boshlagan ishi keyinchalik asosiy daromad manbaiga aylandi. Hozirda mahalla guzarida temir mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxona tashkil qilgan bo'lib, bu yerda 10 xil turdan ortiq mahsulotlar ishlab chiqariladi. Eng muhimi, bu orqali 18 nafar aholining bandligi ham ta'minlangan. Temirchilik bu ota kasb.
10-yildan beri shu narsa bilan shug'ullanaman. Mana o'zimizga xalqqa kerakli narsa issiqxona, darvozalar, qishloq xo'jaligiga kerakli narsa, temirchilikni mashaqqati og'ir kasbda endi harakat qilamiz. Elga foydamiz tegishidan shundan xursand bo'lib, boshida 1-2 xil mahsulot chiqarish boshlagan bo'lsam, hozir undan-da ortiq. Ustoz shogird an'anasi asosida mahallamiz yoshlariga shu hunarni o'rgataman. 100 million imtiyozda kredit olib, mana shu ishimni yanada kengaytiraman. Albatta, Ko'ktosh mahallasi kechagi mahalla emas, infratuzilmasi tubdan yangilangan maskanga aylanyapti. Masalan, jami 35 kilometr ichki yo'l bo'lsa, shundan 25 kilometri asfalt qilingan. Bundan tashqari elektr ustunlari ta'mirlandi. Yoshlarni sport bilan shug'ullanishlari uchun ham imkoniyat yaratildi. Ya'ni mahalladagi maktabda mini futbol maydoni qurilib, sport zali esa barcha sport anjomlari bilan jihozlandi. Nurulla aka, mana Ko'ktosh mahallasida nima yangiliklar? Bizni Ko'ktosh mahallamizda keyingi 2-3 yil ichida juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bolalarimiz tekskana yo'ldan maktablarga borishyapti. Aholimiz juda minnatdor. Katta rahmat prezidentimizga, katta rahmat. Dehqonchilik bo'yicha natijalarimiz juda yuqori. Bir yilda 2-3 marta hosil olib, juda yaxshi foydalanyapti. Prezidentimiz imkoniyatlar yaratib berganidan biz juda minnatdormiz. Bizning Ko'ktosh mahallamizda ijtimoiy himoya yo'nalishi bo'yicha undan ortiq fuqarolarimizga Saxovat ko'mak jamg'armasidan uy-joy ta'miri uchun mablag'lar ajratilib, ta'mirlab berildi. Undan tashqari homiylar asosida yolg'iz yashovchi fuqaromizga uy foydalanishga topshirildi. Fuqarolarimizni uzog'i yaqin bo'ldi. Birinchi navbatda mahalladan ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilishni boshladi. Mushkuli oson bo'ldi. Kam ta'minlangan oilalarga kirib individual rejalar tuzish orqali, ularning holatini kes orqali ochib berish orqali ularga nimaga muhtojligi aniqlanib, ijtimoiy ko'mak yordamlar berilyapti. Homiylar jalb qilinyapti, muammolari yechilib berilyapti. Hamma xizmat mahalladan ko'rsatilyapti. Bir so'z bilan aytganda, bu yerda boqimanda kayfiyatdagi insonlarni deyarli uchratmaysiz. Sababi har bir kishi ertangi kuni farovon hayoti esa to'kin bo'lishi uchun izlanib mehnat qiladi.